Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun sizlar bilan yangi mavzuyimiz haqida video dars tayyorlayapman. Demak, bugungi video darsimiz sizlar bilan yirik sohalar bo'yicha bilimlar ulashaman. Qani boshladik unda. Demak, bugungi darsimizda biz yirik soha nima, kichik soha nima, indikator nima, davlat talabi nima, kompetensiya nima degan savollarga javob topamiz va bizning kanalimiz tarbiyachiga kerak Telegram kanali va men o'qituvchi Qipchaqova Sevinchxonman. Demak, bizda rivojlanish sohasi bu bola rivojlanishidagi aniq bir yo'nalish hisoblanadi. Bizda 5 ta rivojlanish sohasi bor va bu mana shu rivojlanish sohasining ta'rifi hisoblanadi. Endi kichik sohachi. Kichik soha esa sohaning kichik guruhlari hisoblanib, asosiy sohalarning kichik sohasi rivojlanishining ma'lum bir tomonlarini o'z ichiga qamrab oladi va ularning aniq bir yo'nalishini ko'rsatib beradi. Demak, bizda birinchi yirik sohamiz jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi hisoblanadi va bu soha har doim birinchi keladi. Yirik sohalarimiz ichida har doim birinchi keladigan soha hisoblanadi. Hozir men juda yaqinlashtirib oldim. Mana endi ushbu yirik sohaning kichik sohalariga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu yirik sohaning kichik sohalari 4 ta. Yirik motorika, mayda motorika, sensomotorika, sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik hisoblanadi. Demak, yirik soha bilan kichik sohani farqiga boryapmiz. Endi ikkinchi yirik sohamiz ijtimoiy va hissiy rivojlanish sohasi. Ushbu sohaning 3 ta kichik sohasi mavjud bo'lib, mana teparoqqa chiqamiz. Birinchisi men konsepsiyasi, ikkinchisi hissiyotlar va ularni boshqarish, uchinchisi ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot. Demak, bu bizdagi yirik sohaning 3 ta kichik sohasi bolani jamiyatga moslashishi, o'zini tanishi, hissiyotlarni boshqarishini o'rgatadi. Endi uchinchi yirik sohamiz nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari va uni ham 3 ta kichik sohalari bor. Nutq va til, o'qish malakasi, qo'l barmoqlari mayda motorikasi. Mana ekranda ko'rinib turibdi. Endi to'rtinchisi esa, to'rtinchi yirik soha bu bilish jarayonining rivojlantirilishi. Bunda ham 3 ta kichik soha bor. Intellektual anglash malakalari, elementar matematik malakalar, tadqiqiy bilish va samarali refleksiv faoliyat deb kichik sohalarga ajratamiz va men buni kodlab qo'yganman mana. Sizda rivojlanish xaritasini belgilayotganingizda ham xuddi mana shunaqa kodlar asosida indikatorlari bilan keladi. Mana oxirgi yirik sohamiz esa ijodiy rivojlanish sohasi bo'lib, dunyoni badiiy tasavvur etish, badiiy ijodiy qobiliyatlar kichik sohasiga bo'linadi. Bizda umumiy qilib olganimizda 5 ta yirik soha va 15 ta kichik soha mavjud. Xo'p, endi qarang, 4-5 yoshli bolalarning men indikatorlarini sizga ko'rsataman. Indikator nima degan savolga javob topishimiz uchun mana ilk qadam davlat o'quv dasturi 4-5 yoshli bolaning xaritasi. Demak, bizda yirik soha jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi. Endi kichik soha esa yirik motorika va mana bu ekranda sizga sariq rangda ko'rinib turgan mana 8 ta qism esa indikator hisoblanadi. Demak, indikator eng kichik qism. Qarang, bolaning oyoq uchida, tovonida, oyoq kaftining tashqi tomonida tizzalarini baland ko'targan holda yurishi bu indikator. Sizga testda mana shu joy tushib, bu nima deb kelsa, siz indikator deb belgilashingiz kerak. Arqonda muvozanatni saqlagan holda yuradi. Demak, bu qaysi yoshga tegishli? 4-5 yosh. Qaysi kichik soha? Yirik motorika. Qaysi yirik soha deganda jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi deyishingiz kerak. Va mana mayda motorikamizning indikatorlari ham bizda 8 ta ekan. Ko'rdingiz-a? Har birini o'qib o'tirmadim. Demak, indikator bu kichik soha, mana bu esa yirik soha. Hop, endi kompetensiya nima? Kompetensiya bu bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlari majmuidir. Kompetentli bola nima desa, o'z bilim, ko'nikma va malakalarini muayyan vaziyatda safarbar qilishi, qo'llashi, o'z maqsadiga erishishi va rivojlanishining har bir bosqichida yoshiga mos keladigan vazifalarni hal qilishi mumkin. Demak, kompetentli bola eng rivojlangan bola.
Chunki bizda kompetensiya 4 ta, kompetentli bola esa har bir bolaning o'ziga xos, ya'ni individual bo'ladi. Endi kompetensiya ham ikki xil bo'ladi. Tayanch kompetensiya 4 ta va bu ham albatta maktabgacha yoshdagi bolaning 6-7 yoshga yetgan vaqtida rivojlangan bo'lishi kerak. Rivojlanish sohalari kompetensiyasi esa 5 ta, chunki bizda 5 ta yirik soha bor va bu kompetensiyada kichik sohalarga ajratilmaydi. Faqatgina yirik sohalar uchun sizga maktabga tayyorlik xaritasini to'ldirayotganingizda 6-7 yoshli bolaning tayanch kompetensiyasiga oid, rivojlanish sohalariga oid berilgan talablarni bajargan, doimiy etib belgilashingiz kerak bo'ladi. Demak, tayanch kompetensiya bilan rivojlanish sohasidagi kompetensiyalar faqat 6-7 yosh bolada maktabga tayyorgarlik xaritasini to'ldirishdan oldin belgilanadi va shundan oldin bolada mana shu kompetensiyalar rivojlangan bo'lishi kerak. Chunki kompetensiya bilim, ko'nikma, malakalar yig'indisidir deyilyapti. Endi bolalar rivojlanish sohalarining kompetensiyalari mana. Ko'rib turibsizki, bunda men sizga 6-7 yoshdagi bolaning maktabga tayyorlik xaritasini keltiryapman. Va bu yerda bizda endi kichik sohalar yo'q. Tushunyapsizmi? 4-5 yoshli bolaning xaritasida mana bu yerda kichik sohalar bor edi. Chunki unda hali bilim, ko'nikma, malakadan to'g'ri foydalanish yo'q-da, tushunyapsizmi? Shuning uchun biz 6-7 yoshli bolani, ya'ni maktabga tayyorlik xaritasini belgilayotganimizdagina rivojlanish sohalarining kompetensiyalarini belgilaymiz. Undan oldin belgilab olmaymiz hech qachon. Chunki maktabga chiqayotganda bola mana shu sohalar bo'yicha mana shularni bilishi kerak. Endi qarang, jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllanish yirik sohasida 6 ta kompetensiyani bola egallagan bo'lishi kerak. 3 ta kichik sohani yilma-yil rivojlantirish natijasida. Demak, birinchisi o'z imkoniyatlari va yoshi bilan bog'liq jismoniy rivojlanish me'yorlariga mos ravishda jismoniy faoliyat ko'rsatadi. Masalan, sizga mana shu matnni berib qo'yib, ushbu matnga xos bo'lgan javobni toping desa, 6-7 yoshli bolaning maktabga tayyorlik xaritasidagi jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi kompetensiyasi deb belgilaysiz. Tushunyapsizmi? Rivojlanish sohasi kompetensiyasi. Shu javob to'g'ri bo'ladi. Chunki bu yerda indikator emas, mana shular, mana shu sohaning kompetensiyasi. Mana ijtimoiy hissiy rivojlanishda 3 yil, 4 yil mobaynida tarbiyachilar ishlashi natijasida 5 ta kompetensiya rivojlangan bo'lishi kerak. O'z, meni va boshqa insonlarning hayotiy faoliyat muhitdagi roli to'g'risidagi tasavvurga ega bo'ladi, deyapti. Ko'ryapsiz? O'z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi, deyilyapti. Endi nutq, muloqot va o'qish yozish malakalarida esa jami bo'lib 8 ta ekan. Ikkinchi tilni o'rganishga qiziqish namoyon bo'ladi, ikkinchi tilni egallash bo'yicha dastlabki bilimlarni ko'rsatadi, deyapti. Xo'p, endi bilish jarayonining rivojlanishida mana hech qanaqa indikator yo'q, intellektual anglash yo'q, elementar matematika yo'q, mana tadqiqiy bilish yo'q, ko'ryapsiz? Raqamlar hisoblashni biladi va ularni hayotda qo'llaydi. Mana makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutadi. Demak, bilish jarayonining rivojlanishida umumiy 8 ta bizga bola bilishi kerak bo'lgan kompetensiyalar kelyapti. Hop, endi atrof muhitga nisbatan ehtiyotkorona va g'amxo'r munosabatni namoyon etadi, deyapti. Bu oxirgisi menimcha kitobda xato ketgan maktabga tayyorlik xaritasida ilk qadamda, lekin mana bu yerda san'at va madaniyatga qiziqish bildiradi, deyilyapti. 5-1 dan bu yog'i san'at markaziga tegishli bo'lishi kerak. Hop, mana qarang, to'ldirilgan sanasi, pedagog imzosi. Demak, bu faqat 6-7 yoshli bolaga tegishli. Meni maktabgacha yoshdagi 6-7 yosh bolaning tayanch kompetensiyalari. Tayanch kompetensiyalar albatta tarbiyachi hamda pedagoglarning ishlarining samarasi hisoblanadi. Demak, bizda kompetensiya 4 ta. Rosa ham muhim bu, chunki testlarda sizga muammoli testlar berib, masalan, juda ko'pchilikda qiynayotgan savollar mana shu testlardan kelib chiqyapti. Sabab chalg'ituvchi savollar aynan kompetensiyalardan tuziladi. Kommunikativ kompetensiya atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo'lishni taqozo qiladi. Muloqot qilish, yuzaga kelgan o'yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati.
Bu kompetensiyaga nutqni rivojlanishi ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv ijtimoiy rivojlanishini hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Xo'p, mazmunga boy va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitida bolalar og'zaki va yozma muloqot, mana demak, kommunikativ kompetensiyani ichiga og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishi kiradi hamda o'zlarini ishonishiga, boshqalar bilan munosabat o'rnatishga, dunyo haqidagi tushunchalarni shakllantirishga, mashg'ulotlarda ishtirok etish va loyiha ishlarini jamoa bo'lib bajarishga yordam beradi. Mana shu jamoa bo'lib bajarishga yordam beradi desa, ko'pchilik kommunikativ kompetensiyani oladida. Yo'q, mana shu qonun qoidalar yodlab olsangiz, adashmaysiz. Mana qarang, bu yer ham shular. Mana tushunish uchun tinglaydi bola. Mana tarbiyachi mashg'ulot davomida Zumrad Hikmat haqidagi ertakni bolalarga o'qib berdi va ularning tinglash qobiliyatini, tushunish qobiliyatini rivojlantirdi. Bolalar esa bu jarayonni kuzatdilar. Tarbiyachi qaysi kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan ish faoliyatlarini olib bordi deb testda tushsa, siz kommunikativ deb javob berishingiz kerak. Chunki bu yerda tushunish uchun tinglash va kuzatish, savol va topshiriqlarni eshitish, shunga mos javob berish turibdi, ko'ryapsizmi? Savol beryapsizmi, javob beryaptimi, demak u muloqot qilyapti. Shuning uchun biz kommunikativ kompetensiyani olishimiz kerak. Hop, mana axborot olish uchun turli aloqa vositalari va kanallardan mustaqil foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ta'lim olishi va rivojlanishida foydalanish uchun kerakli ma'lumotlarni qidirish, mana ta'lim olish uchun deyapti. Tahlil qilish, tanlash, ularni tartibga solish, o'zgartirish, saqlash qobiliyatini mustahkamlaydi ushbu kompetensiya. Bu ilk qadamda bor. Endi ijtimoiy kompetensiya bu belgilangan tartib va odob axloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati, birgalikda muloqot qilish qobiliyati desa, u kommunikativ bo'ladi. Siz birga ishlash qobiliyati deb kelsa, demak olishingiz kerak ijtimoiy kompetensiyani. Xulq-atvoriga qarab qoidalarga amal qilishi, muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar, deyapti. Ular tobora ko'proq o'zlarini guruhning bir qismi sifatida ko'radilar. Guruhni ichiga kirib ketishi, jamoa bo'lib ketishida. Hop, qarang, mana bu yerda ham muloqot qilishadi, deyapti. Bunda kommunikativga adashtirmaslik kerak. Mana bu yerda ham muloqot qiladi, deyapti. Mana belgilab qo'yib, qora harfda desam chiqmayapti. Ha, mayli, chiqmasang chiqma. Mana bu yerda ham aytyapti. Mana ular turli insonlar bilan muloqot qilishadi va atrofdagilarning madaniy jihatdan xilma-xilligini tan oladi. Masalan, tarbiyachi bolalarga turli mintaqadagi madaniyatlar haqida dars o'tdi, rus, Eron millatlariga mehr-muhabbat uyg'otdi va bu mashg'ulotdan so'ng tarbiyachi bolaning qaysi kompetensiyasini shakllantirishga qaratgan ishlarni amalga oshirdi desa, siz ijtimoiy kompetensiya deb belgilashingiz kerak. Hop, mana yordam beradi va qo'llab-quvvatlaydi. Ota-onasiga yordam berdi, masalan. Bu qaysi kompetensiya rivojlanganligidan? Ijtimoiy deysiz. Endi shaxsiy men kompetensiyasi konsepsiyasi bo'lib qolibdi. Kompetensiyasini qurish. Shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan, butun hayoti davomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish qiladi. Bu o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Sumkasi bilan maktabga bordimi, sumkasi bilan qaytib kelishni biladi. Kundalik hayotni boshqaradi, tuflisini o'zi kiya oladi, barqaror sog'lom turmush tarzini amalga oshirish mahoratini o'z ichiga oladi. Mana o'rnini biladi hayotdagi. Men katta o'g'ilman, men akaman, men ukaman deyaptimi? O'rnini bilyapti-da u. Bola mustaqil va o'ziga ishonadi. O'zining kuchli va zaif tomonlarini biladi. Masalan, men qorong'idan qo'rqaman. To'g'rimi? Kuchli va zaif tomoni. Kuchli tomoni men o'g'il bo'laman, men kuchliman deydi. Tushunyapsizmi? Mana shu shaxsiy kompetensiyani rivojlanganligi. Xo'p, o'zini boshqalardan farqli tomonlarini tushunadi, o'z g'oyalarini ilgari suradi va targ'ib qila oladi. Mana bu liderlik qobiliyatlarini shakllanayotganligi. O'zi uchun qaror qabul qilishni o'rganadi. Qanday tanlashni biladi.
xohlagan sovg'asini tanlaydi. Hop, mana hammasi o'zi. Tushunyapsizmi? Sog'lom turmush tarzi qoidalariga, madaniy gigiyenik tartib qoidalariga rioya qiladi. Demak, bizda bu qaysi rivojlanish sohasiga tegishli? Jismoniy rivojlanish sohasiga tegishli. Hop, endi jismoniy tarbiya bilan shug'ullanadi va o'z salomatligi uchun mas'uliyatni namoyon qiladi. Demak, bu shaxsiy kompetensiya. Oxirgisi esa bilish. Bu bilim olish, o'qish va o'rganishdir. Ya'ni bola mustaqil ravishda izlanadi, tahlil qiladi, atrofdagilarni tushunish uchun kerakli ma'lumotlarni tanlash qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarni o'zi qidiradi, masalan, kitobni ichini ochib. Zumrad qani, qimmat qani, yoki ertak qahramonlari qani topib savol berishi mumkin, tahlil qilishi mumkin-da. Harakat va o'zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish, o'rganish strategiyalarini ishlab chiqadi, deyapti. Mana obyektlarni o'rganadi va kashf etadi. Boshqalar bilan o'yin va o'zaro muloqot jarayonida ularni kuzatadi, tajriba o'tkazadi birgalikda. Mana shu bilish, tajriba keldimi, doim bilishni belgilashingiz kerak. Hop, mana demak bizdagi 4 ta kompetensiyaga ta'riflar shu. Demak, tushundingiz deb o'ylayman. Men bugun sizga yirik soha nima, kichik soha nima, indikator nima, bolalar rivojlanish sohasining kompetensiyalari nima hamda 4 ta bolaning tayanch kompetensiyasi haqida sizga video dars tayyorladim. Ishonamanki, manfaatli bo'ldi. Va yana bir marta videoni qaytadan ko'rib chiqsangiz, yana ham foydali bo'ladi. Mana demak, bu yoq rivojlanish sohalari kompetensiyasi, bu yoq bolaning tayanch kompetensiyasi bo'ldi va tepada esa biz 4-5 yoshli bolaning indikatorlarini ko'rib chiqdik. Mana bu indikator, bu kichik soha, bu esa yirik soha. Albatta konspektlashtiring darsni, shundagina yaxshiroq natijaga erisha olasiz.